O'rtoqlar, mana 2 yildirki urush ketyapti. Juda ham og'ir urush. Hamqishloqlarimizdan bir qanchasi halok bo'ldi. Xolmurod, Alimqul, Vohid sanagan bilan sanoqga yeta olmaymiz. Hech bir xonadon yo'qki, boshiga musibat tushmagan bo'lsin. Mana shu jang maydonida halok bo'lganlar uchun qasos olishimiz kerak. Xo'sh, buning uchun biz nima qilishimiz mumkin? Mana sizlar erta sahardan to qorong'i kechgacha dalada ter to'kib mehnat qilyapsizlar. Buning uchun sizlarga 1000 marta rahmat. Ammo samolyot degani dalada bitmas ekan. Uni sotib olish mumkin. Mana men Sanobar ikkovimiz farzandlarimiz to'yiga atab to'plagan bor jamg'armamizni birinchi bo'lib topshirmoqchiman. Mana tilla bo'lmasa ham to'g'ri yuradi. Rahmat. Familiyangizni aytib yuboring. O'ziboy. Meni buvilardan meros qolgan ekan. G'alaba uchun shuni taqdim qilaman. Kechirasiz, familiyangizni ayting. Zaynab Sadir qizi. Rahmat. Xo'p. Otayev Safar. Otayev Safar. Rahmat. Boboyeva o'g'ilay. Rahmat. Familiyangiz nima? Mamatqulova Xumor. Mamatqulova. Rahmat. Bahramov Ro'za. Bahramov Ro'za, yaxshi. Umarova Xosiyat. Umarova. Jalilov Mo'ydin. Jo'rayev. Choriyev Ro'za. Yaxshi. Hamqishloqlaringiz juda yaxshi odamlar ekan, o'rtoqlar. Urush nimaligini ko'rishyapti-da. Kechirasiz, o'rningizdan turib tursangiz. Nega endi? Iltimos. Marhamat. Tinchlikmi o'zi? Bu qanaqasi? Tushuntiribroq gapirsang-chi, boy xotin. Bu uy kimniki ekanligi esingdadir, Mamatqul. Tavba. Nima qilmoqchi? Bu qutini ichidagi 5 ta samolyotga ketadi. Ular hammasi siznikimi? Meniki edi. Qayerdan keldi shuncha narsa? Hammasini keyin gapirib beraman. Butun qishlog'imiz xalqi nomidan sizga katta rahmat, singlim.